Azizlar, assalomu alaykum. Barchalaringga hurmatli onaxonlar, otaxonlar, mana 4-daraja tizlarda artroz holatlari bilan qiynalib yurgan onaxonlarni yana bitta onaxonimiz Qo'qondan kelgan onam, bu kishi Maynaxon onam juda ham og'ir ahvolda kelgan edilar. Hozir o'sha 4-daraja artroz bo'lganligini hisobidan tizzalardagi holatlarni o'zi doktorlarga ishonmay qolganliklarini hisobidan hammasini olib biza birinchi kurs lecheniya qildik. Albatta siz ham mana shu onamday to'kilib qolmagan bo'lsangiz, boshqa qo'shimcha kasalliklaringiz bo'lmasa, faqat azobingiz tizza bilan bo'ladigan bo'lsa, bunaqa insonlarga yordam qilsa bo'ladi o'rtoqlar. Hech qachon endoprotezga shoshilib, o'zlaringni qiynab, nima bo'lar ekan deb bunaqa qiynalmanglar. Onajonim, siz o'zingiz hozir mana xalqimizga o'zingizni holatingiz haqida, qanaqa lecheniyadan qanday o'zgardingiz, bir qabulda aytgan narsalaringiz, o'sha hammasini menga aytib bering, mana xalq ko'rsin. Onam. Assalomu alaykum. Alhamdulillah, Alloh o'zingga shukr. Borligingga, birligingga o'zingga shukrlar bo'lsin. Ey Parvardigorim, o'zingni rasuling payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salomlarimiz bo'lsin. Ey Allohim, 15 yildan buyon balajonim. Meni yiqilib tushganman boshida. Keyin o'zimizni Qo'qonda operatsiya qilishdi, oyog'im chizamdi. Bunisini operatsiya qilishdi, bunisini qiyshaytirib qo'yibman. Endi salvarim menga tushib, keyin 2 oydan keyin bunisini qilishdi operatsiya. 1 oy yuraman, 2 oy yuraman, dorilarning kuchi bilan yana og'riveradi. O'sha og'riq mana 15 yildan baqa qiynalaman balajonim. Toshkentlarga bordim, Andijonga bordim, bormagan joylarim qolmadi balam. Endi oxiri 74 ga kirdim. Endi umidni uzib, endi shu bilan ketaman ekanda, endi buni shifosi yo'q ekanda, 1 oyda yana qaytalanaversa deb yuragim ezilib, yuragimga hech nima sig'masdan Allohga nola qildim. Jonim Allohim, endi mayli mana shuncha yillar yurdim, yaqin 15 yillar shu dard bilan bo'lib yurdim. Endi mayliga o'zingga mehmon qilsang ham roziman desam, tush ko'ribman o'sha kuni. Tushimda 15-Shabon oyini 15-kechalarida tamom 1 yilda o'tadigan yosh bormi, qari bormi, kasal bormi, sog' bormi, o'tadigan kunlarimiz bor ekan. Ana shu kitobda shuni o'qigan edim. Jon Allohim, meni ham endi mayli sekingina o'zingga mehmon qilaver desam, tush ko'ribman-da, tushimda uzun, endi yosh ham bor, qari ham bor, katta ham bor, kichik ham bor, sog'lar ham bor, qator o'tirishibdi. Hali joyda bir nuroniy qo'llarida bilmayman nima. Endi shu o'tadiganlar ro'yxati ekan u. Men ham oxirida o'tiribman. Bunday qilishadi, boshlarini bunday silashadi-da, gup etib tushadi, o'tishyapti. Oxiri menga keldi navbat endi. Hech ham boshimga meni bunday qilishmayapti. Keyin nimaga endi meni ham uring deyman hali joyda desam, onaxon sizga picha bor ekan deyishdi. Umringizdan bor hali sizni ura olmaymiz deyishdi. Uyg'onib ketsam tushim. Keyin yonimda xo'jayinim bor edilar. Voy dadasi dedim, men hozir shunaqa tush ko'ribman. Jicha yashayman ekan. Endi og'ridi demayman, og'rib tursa ham nima qilamiz endi dedim-da. Endi to'ng'atgan ballarim endi bir so'rayapti. Endi hammasiga aytdim bu narsani. Endi oldin xo'jayinga aytdim, keyin ballarimga aytdim. Endi Instagramga kirib, telefonda endi kanalga kirib ko'rsam, men o'g'limni ko'rib qoldim. Xuddi endi gapirishyapti shu meni dardimda. Shu meni oyoqlarim og'rig'i, mana grijalar, endi bo'yin grija, bel grija, oyoqlarim torishishi, bitta qadam qo'ymagin deydi-da, yurolmay qoldim o'g'lim. Keyin endi nabiram telefon qildi. Bu telefon qilib beramiz, mana nomerlarigacha bor ekan deb telefon qilishdi, telefonda olishib, onaxon yoshingiz nechida, nech kilosi, saxir bormi?
Semizlik Ha, bormi? semizlik bormi, davleni bormi deb so'rashdi. O'tirib turingchi, yurib ko'ringchi, bizga ana shu emirtilarni ko'rsating. Biz mana shu emirtilarni ko'rib, Xudo xolasa, shifo bo'ladigan bo'lsa chaqiraman onaxon deyishdi. Voy shunaqangi ichim yorishdi endi. Allohdan shuni so'ragan ekanman-da, bu o'g'limni so'ragan ekanman. Xuddi o'sha kunini o'zida endi. Keyin telefon qilishdi, telefonda gaplashdik, o'sha holatlarni ko'rsatdim. Endi keling onaxon deyishdi. Voy Allohga shukrlar bo'lsin, 26-kuni keldik, bir hafta poyezd bo'lmay kechikdik endi. Joy yo'q ekan. Kun o'tmayapti, endi kelsamu o'g'limni ko'rsam. Suhbatlarini olsamu shu og'riqdan jichcha tuzalsam endi. Rosa umid qilib, yo'q, kun o'tdi, keldim, qabul qilib oldilar. Endi mana Allohga shukrlar bo'lsin. Bir haftada emgaklab qo'ygan odam mana yurib, kecha rosa netda o'ynabsizlar. O'yinlarga ko'rsatamiz ularni. O'ynabsizlar, молодцы. Yaxshi, hammalaringiz. Xursand bo'ldim ko'rib, xursand bo'ldim. Voy, og'ir ahvolda keluvdilar, onam emotsiyada gapiryaptilar, endi to'g'ri tushuninglar. Voy otam, ilohim sog' bo'linglar, umrlaring uzoq bo'lsin, menga o'xshagan. Shunaqangi bemorlar bo'lsalaring, jon onalarim, singillarim, qizlarim. Akka-beka bekorga sarflab pullaringni, bekorga yurmanglar vaqtlaringni, yillarni o'tkazdirib. Mana shu yerga kelinglar, shu o'g'illarni qo'llaridan shifo topinglar ilohim. Qo'limizdan kelgancha. Qo'llaridan kelgancha ilohim. Biz sababchimiz. Mana Allohga shukrlar bo'lsin endi. Hech qaytimda hozir mana og'rig'im yo'q. Onam, gapingizni bo'ldim, ming bor uzr, gapingizni bo'ldim. Onaxonlar, mana bizni ko'radiganlar, afsuski shunaqa holatlar bo'ladi. Ko'p boshqa kasalliklari ko'pligi tufayli biz mana so'raymiz, sahrin diabetingiz bormi, davleningiz bormi, semizlik darajasi bormi? Ko'pgina holatlarda bitta tizza emas, umurtqalarda yemirilishlar bo'lib ketadi. Boshqa bu hammasi artrozlar hamma joyga tarqab ketadi. Afsuski yordam qilib bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi. Albatta qo'limizdan kelgancha maksimalni yordam qilamiz bez operatsiya usulida. Shuning uchun mana onamga o'xshagan holatlaringiz, qarang qanday chiroyli, o'zlari ichki a'zolarida unchalik hech qanaqa seryozni muammolari yo'q, davlenalari yo'q. Chunki qilinadigan ishlar davlenani chiqarib yuboradi, sahrni oshirib yuboradi, o'shanaqa narsalar bor. Biz o'shalarni hammasini kompleks o'rganishimiz kerak bo'ladi. Shu uchun mana shu onamni misolida biz mana bu xalqimizga olib chiqqanimiz bu realni hayotdagi narsalar ko'rsatyapmiz. Reklama bas bola, mana qarang, bir haftada ha, reklama yetarli. Men bu narsa Allohdan so'rayman, Alloh shu haqiqiy yo'lni ko'rsatsin. Endi internet, men ko'p aytaman, azizlar, 90% ma'lumot musurdan iborat ona. 10% u yerdan siz ma'lumot ola olasiz. Lekin 90% holatda kimdir sizni bitta tizzangizga mana bu bir narsani qo'ysangiz tuzalib qolasiz, yo masalan operatsiya qilsangiz tuzalib, operatsiya qilib shibga termilib qolganlar qancha? Ularni biz ko'rib turibmiz. O'sha qilmagan ishi, o'sha tizzasiga, boshqa joyiga qilmagan ishi qolmagan onaxonlar qancha? Shuning uchun kelinglarizlar, bir-birimizga ochiq bo'laylik, Allohning yo'lida bir-birimizni aldamasdan. Mana kasallikning darajasi mana shu yo'llari bor. Boshqa yo'li yo'q. Hech qachon sizni to'kilib qolgan narsani Alloh shifosini bermasa agar boshqa vrachlar, manaman degan avliyo ham hech narsa qila olmaydi. Shu shifo hamma vaqt Allohdan. Faqat buni sababini to'g'ri qilaylik. Sababini to'g'ri qilib davolasak, albatta hammaga shifo bo'ladi. Onam sizdan bitta duo berasiz, hozir bitta yurib ko'rsatasiz holatingizni. Allohim, o'zingga shukr, o'zingni borligingga shukr. O'zingni rasuling payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlarimiz bo'lsin. Banda qilib yaratibsan, Allohim, o'zingga shukr. El ichida aziz qilibsan, Allohim, o'zingga shukrlar bo'lsin. Mana shu balajonlarimni, Bobirjon, ilohim oilangiz bilan tinch totuv. Ilohim umringizni oxirigacha ilohim yuzlardan o'tib elni davolab, shunaqangi dardiga shifo bo'lib yurishlikni Allohim nasib qilsin. Balalaringizni, Alloh bergan farzandlaringiz rohatini rohatlarda ko'ring ilohim.
Ey Alloh, o'zingga shukr. Qo'l ostingizda ishlayib turgan mana bu qizlarim, o'g'illarim, voy o'zimni tuqqan farzandlarimdan ham a'lo bo'lishdi ilohim. Hamma joylar joy-joyida chiroyli, ilohim. Kelinglar azizlar, sizlar ham shifo topinglar. Men sizlarga ilinyapman. O'zimda borini aytyapman, ilohim. Qiynalib yurmanglar, kelinglar ekan. Mana bir haftada Xudo xolasa, Allohim nasib qilsa, yana 6 oyda qaytib kelib, Xudo xolasa o'zimni bir ko'rsatib ketaman, Xudo xolasa. Nimani buyurgan bo'lsalar, hammalarini bajarib uyimda Xudo xolasa yana qaytib kelaman. Bularga men uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman, oilalariga baxt saodat tilayman. Ilohim ishlariga omad, elda aziz bo'lishsin. Bundan-da ziyoda bo'lib, xalqimizning xizmatini qilib, yurishlarini Alloh o'zingdan so'rayman. Dastlariga barakotlar bergin, umrlarini uzun qilgin ilohim. Menga o'xshagan g'arblarga shunchalik yordamlarni berib, mana bu yerdan kulib chiqib ketyapman. Allohga shukrlar bo'lsin. Shukrlar bo'lsin balajonim. Umringiz uzoq Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Onagina sog' bo'ling. Siz ham meni onam qatori onalarimsizlar. Bitta holatingizni yurib ko'rsating menga. Mana. Kecha o'ynaganlaringizni. Mana o'ynadim, rost o'ynadim. Voy mana olgan yo'q. Yaxshi. Onam, kelishib olaylik. Berilgan vazifalarni hammasini qilasiz. Xudo xolasa. Biron joyda xato qilmaysiz. O'sha aytganimdek aytganday qilasiz. 6 oyda bundan ham chiroyli ahvolda kelasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham.